Naqdga so'radimi? Naqdi. Zo'r so'raganki, motorga ham hozir ochsa 2-3 million ketadi, aniq. Kami, so'yilmagan qovun. Pastga qarab ketib qolsa, xudo urdi, 6-7 million ketib qoladi. Yaxshi so'raganki, nima bunday bermayman. Jayhon oldidagi yoki? Ha. 10 qo'ldagi. Jayhonda oldidagi 10 qo'ldagi taksi parkdagi G'olib aka. O'sha kishi. Mani eski ishchoyimmi? O'sha kishi so'raldi-da. Qachon so'radi G'olib aka? 2-3 kun bo'lib qoldi-da. Bilaman. Lekin yaxshi so'ragan ekan. Nima bunday baland aytibsiz? Krediti bor-da o'sha. Necha pul krediti? O'zidan kattami? 50 million krediti bor, keyin jarima barimalar o'shani yopib 0 qilib. Qisqasi hozir Dalil Mamid kamiga ham 60 dan kamiga bermaysiz. Men savdo qilmoqchi bo'lsam, to'g'rimi? Bo'lsa 60 undan pastga berish chotuz yo'q. Tushunishim bo'yicha. Ya endi u ketdiki G'olib aka. Shunday endi. Yaxshi odam G'olib aka, men yomon odam demayman. U odamdan hech ham yomonlik ham ko'rmaganman. Yaxshi odamlar, lekin buni narxi unday emas. Endi G'olib aka ham bironta men chotini olganlarmi bilmadim. Endi u kishining ham muammosi o'ziga yarasha. Men ham muammom o'zimga yarasha. Lekin buni 65 men ola olmayman. Agar G'olib aka hali ham 65 beraman degan bo'lsa, bering buni. Shunday qilaman. Narxni bilgan yo'qman-da, hali bozor kirgan yo'qman. Keyin bir so'rang, G'olib aka o'zi hazillashmoqdingizmi ham deb bir so'rang. Telefon qilasan deganlar. Endi u kishi mashinalarni mendan ziyod tushunadigan odamda. Qanday 65 so'rabdi u odam? Mashina olaman degandingizmi? Yo'q, mashina olaman demadim. Mashinani topshiraman ketaman. Amakim bilan tanishda, amakim. Ha, tanish bilishchilik bag'i. Men tanish bilishchilikdan qochish uchun men kurstoshimning mashinasini savdo qila olmayman, ko'rdingizmi? Boya kelgan ekan, boya kelgan. Og'ayni men mashinamni savdo qildi. Sen birgacha kutib tur, keyin savdo qilaman dedim. Sababi birdan keyin shogirdimga qoldiraman, shogirdim uni tanimaydi baribir. Tushundingiz? O'sha tanish bilishdan qocha. Deyapman-da, yaxshi og'aynini xafa qilib qo'ymaydiz. Yordam bermading, ketib xafa bo'lmasin degan maqsadga qilinibdi. Hozir shunga siz endi bundayda ismingiz nima edi? Jamoliddin. Jamoliddin, qisqasi 65 milliondan kamiga berari yo'q endi. G'olib aka 65 so'ragan. Ha, bo'lmasa 65 shaqqa bitta aytib ko'raman. Agar kimgadir to'g'ri kelsa shaqqa bering. Nasiba bo'lmasa, men G'olib akaga sotasiz. Xo'p, bo'ladimi? Qancha yurgandi? 134 ming. Xo'p, akalar ko'ringlar. Avtomat Nexia 3 134 ming yurgan. Kraska kapot petno bir tomoni pashti to'liq sepilgan ekan, pashti. Bu degani 40% kraska. Agar kimdir olaman desa, avtomat Nexia 3 65 millionga beraman deyaptilar. 2018. Motorini, klapini bir torttirish kerak. Motor darinlab ishlab turibdi. 65 million bo'lsa beraman deyapti yigit. Oluvchilar bo'lsa ko'rsin, generalni chiqadi. Sizdan pul kerak emas, shuning uchun biroz el oldidan o'taylik. Baribir aytib berayotgan odamimizga, ag'am. Balkim shayxdan chiqqan bo'lsa, rizq nasiba shayxdagilar olar. Xo'p? Akalar ichimizga bormi oluvchilar 65 million naqd pulga? 2018 avtomat Nexia 3. Ketmay turing 5-10 minut. Xo'p? 5-10 minut ketmay turing.